kalgan Türkiye'de 10 yıl turup ondan keyin Türkiye'de sestralık okudum. Maxsus kursunu okup bu yerde okuş bitirgenden keyin 3-4 yıldan keyin İstanbul'da bir nemisçe Germanca kursga ketilip aşu kurs arkalık iş vizesi ilip Germaniya keldim. Hazır bir yerim devlet, yerim şahsi işte doktorxonada ishlawatyman. Ya rahmet. Ko'p rahmat. Ishga aziz mehmonimiz o'zini qisqacha tanishtirib o'tgan bo'ldi. Endi men savollarni bir so'rab baqsam, shu yerda sizlar o'zinglarningki shu o'zinglarning o'qish, xizmat va boshqa taraflardagi qimmatli tajriba, bilimlaringlarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan bo'lsanglar. Yani Germaniyada kasbiy texnika ma'rifini yo'l qo'yishdagi nishon maqsadlar nima? Shunga bir qisqacha javob bergan bo'lsangiz rahmat. Bizning so'rig'izmi Baxnurada? Shundoq, Germaniyadagi qarindishim. Mundaq endi bizimda 99-yilda Germaniyaga kelgandik. Endi Germaniyada deymiz Fachkräftemangel deb bir so'z bor. Fachkräftemangel ishchilar nayta az. Hozir Germaniyada o'sha demografiya bo'lgani uchun cho'nglar qiyra yomon ko'p, yosh bola az. Lekin bo'lib yoshlar az bo'lgandan keyin ishchilar nayta ko'p ehtiyoji bor. Deyli medsestra bo'lsin, medik bo'lsin, logistik ishlar bo'lsin, qurilish ishlar bo'lsin, ko'p ehtiyoji bor. Shuning bo'libmi hozir Germaniya O'rta Osiyoda yomon ko'p mablag' so'ratadi. O'sha yerda Olaf Scholz O'rta Osiyoga berib, bizga yosh bola kerak deb, shunga bo'libman bizning O'rta Osiyoga bolamiz kerak, tirishchan, yaxshi degandan keyin yomon ko'p kelyapti. Shunga bu fursatdan foydalanib bizning yoshlarimiz o'shaga Ausbildung, kollejdaydi, universitet emas bu. Ausbildung nima uchun yaxshi etsangiz, bu yerda ham ishlaysiz, praktik ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Pul topgan bo'ldi. Ya'ni universitetda asosan nazariya ko'pda. Shunga ko'p bola qiynab qoldi iqtisod jihatdan. Endi Ausbildung kelsa, menda praktik bir ishlaysiz. Masalan, elektrik texnik bo'lsin, oshxonada bo'lsin yoki injenerlikchi. Ham ishlab, ham pul tepib, praktikni o'rganasiz, nazariyani o'rganasiz, iqtisodni qiynalmaysiz. Lekin ish hayotga kirgandan keyin tezdan yo'l tepib ketili bo'ldi. Shunga yomon ko'p bolalar shu O'rta Osiyodan bo'libmi, kep ishlayotganlar ko'p edi. Qaysi kasblar ta'sis qilingan shu sohada, ya'ni kasbiy texnika ma'rif tarafda qanday kasblar bor? Nayt ko'p kasblar bor meyda. Abay olim akimiz degandek, medsestra, medbrod yomon ko'p ehtiyoji bor. Aytgandek, qayeri adam yomon ko'p. Ashtaq adamni eklashga shundoq cho'ng ehtiyoji bor. Chunki u adamni bizga yetishmayotdi. Gastronomiya bo'lsin, masalan, arindishimiz ishlayotdi, oshxonada bo'lsin. Oshxona qanday yuragi bo'ldi. Qanday menejment qildi. Mehmonxonalarni bo'lsin yoki qo'l hunari, masalan, mexanik bo'lsin, avtomexanik, elektrik injener. Ashtaq qo'lni tilgan kasblar nayt ko'p ehtiyoji bor Germaniyaga. Ko'p rahmat. Yana bir qarindishimiz sizning qo'shib qo'yganlaringiz bormidi? Shu ishga savolda yurishda. Yo'q, shundoq nima detallar bo'ldi deb o'ylayman. Lekin qarindishimiz degandek, haqiqatan Germaniyada yoshman, endi yana 2 yillik, kelgan 2 yil bo'lgan bo'lsa-mu, men o'zim ko'rdim, mana yoshli nopus pek chiq bo'lg'achqa haqiqatan bo'libmi, mush doktor sestralik, mush medisin jihatda haqiqatan pek chiq ehtiyoji bor ekan. Bizning doktorxonadami bizning bizga Germaniyaga kelishga sabab bo'lgan nimaning kursning egisi hesabda sahibi nima Türk. Lekin bu kurs
sadece fakat Uygurlar nima Türklerni de ekenmeydi. Hazır başka yana mesela Hindistan'dan kevatqanlarmı ba, enadikin Filipin taraflardan kevatqanlarmı ba, iş qilib bekçe Avrupa'nın başka küçük devletlerden. E, yani deydiğim bu kadar. Köp rahmet, yaxşı to'liqlim bo'ldi. Hamda tövəndə yana bir neçə suallar var, şunun bir ətraflıq tushunchalarni bildirib etgan bo'lsanglar, köp rahmet. Bu kasblarda o'qigan vaqtida o'qish muddati qancha yil bo'ladi? O'qish pulini elinamdi? Uning ahvoli qandaqroq? Rahmet. Baxtınızda ben bir küçük bir prezentatsiya tayyorlab qo'ygandim. Screen share qilsak bo'lamdi? Meningcha bo'ldi deyman. Shuni bir qilib baqsangiz ukum. Start screen share. Bu endi kirgizib bo'lib qolgan. Endi men nima? Uyg'urcha tushuntirib bersangiz bo'ldi. Select Windows. Смотрите. Tak, ekran ko'ryapsizlarmi? Ha. Ko'rinyapti? Ko'rinyapti, ammo kirilish yozgan material ko'rinmadi. Endi-chi? Yo'q, ko'rinmadi. Agarda mazmunni o'rtoqlashsangiz texnik yaxshi. Guruhga evet kendim. Tak. Qarag'anma u canlı yayın bo'lg'achqa. What me ramsha azib boqaydi. O'yinib ketuvjan. Pro ko'rinmadi hozir presentation. Yo'q, aqcham. Yo'q, aniq emas. Bu menimcha bir shu yozganlaringizni bir tushuncha qilib o'tib ketsangiz o'rtoqlashgan bo'lsak ham mayli. Ya, işte qilib bo'lsa, ham bir sinab boqayli. Windows screen, entire screen. Okay. Aslında tak küteli başladım. Endi ko'rindi. Endi ko'rindimi? Shundoq. Yaxshi bo'pti. Endi ovoz bildim nima? Endi so'ragandek oylik maoshini berdi, zarplata deydi. O keskin o'xshamaydi. Masalan, 550 eurodan 1200 eurogacha oylik maoshini berdi. Andan keyin o'qish vaqti taxminan 3 yil, 3,5 yil. Biroq endi o'qishda yaxshi bo'lsangiz, buni qisqartirib bo'ldi. 2,5 yilgacha. 2,5 yil. 2,5 yilgacha. Ani oxirida bir imtihon oldi sizlarni. İmtihan olgandan keyin, shu imtihon o'tgandan keyin diplom berdi. Masalan, medsestralik bo'lsa, diplom bersa, xohlagan shaharda, Germaniya har qanday doktorxona ishlaydi bo'ldi. Masalan, bizning do'stlarimiz oshxonada ishlagan. Sistem gastronomiya edi. Oshxonani qanday yurgani bo'ldi, qanday menejment qildi. U 3 yilda, qanday 3 yil butagandan keyin rasmiy bir oshxona, masalan, McDonald's, Burger Kingdek ashlarni butun boshqarasiz. Iqtisod jihatdan qaysi narsalarni zakaz qilishim kerak degandek. Endi uniki yaxshi yerimda amaliy mashqda edi. Naziramiz asos amaliy praktiklar bor. Ham maktabga borasiz. Masalan, men xatolashmasam 2 yoki 3 kun ishlaysiz shu shirkatda. Hani 2 kun maktabga borasiz. Maktabda qonuniy yutadi. Страховкалар bo'lsin, Germaniya qonuni, ish qonuni ham ma'rifim yaxshi-da bu jihatdan. Buni men keyin Uyg'ur konizga konvert qilib, guruhga qaytib avasam bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Demak, bu vaqti uzoq bo'lsa 3 yil, yaxshi o'qiganlar uchun 2,5 yilga qisqartirildi ekan, shundaqmi? O'qish muddati. To'g'ri. Ondan bu o'qish haqqi ilinmaydi, ammo o'qiganlarga o'qish mukofot puli yoki maosh berib turib o'qitadi ekan, shundaqmi? To'g'ri. Shu farqida universitetlarda
çıkılma yaman köp optudu. Öýünü özüňiz törüşiňiz gerek, tamaklarny hamysyny. Birak bu yer işlesiniz, undaq tädirde sizin pul berýär. Sen işläwatsyz, çünki işläwatsyz ýerde, hem üýünýatsyz. Aşağı ýaxşy Germaniýanynki. Bu yer bek afzalken hakikaten bek yaxşıken şu Jıraqtın kelip mesela dünyanın her yerden mesela Sentral Asya'daki Merkez Asya'daki kırındaşlarımız bulsun ve başka devletlardaki şu Germaniyadaki kasbi okuşlarga qiziqadigan yaşlar ve otur yaşlar üçün bu yaxşı bir fürsatken men şunu obdan düşendim bunu şunun kırındaşlarımızga bu bir paydalık uçuyor dep bilemen. Mümkün de tez vaqt içinde şunu Uygurca, koni yazık bolsa, yana Latince, yeni yazıkta köpçülükke bir tercüme kılıp bildirip etken bolsak. Julğun dep bir olunuş ba, şununda yazıklarını tez almaştırışkı buldu. Şunundan paydalansınız dep tavsiye kılman. Köp rahmet. Hani ýen bir qizyk ýeri munda maýsalyk ba, meselem 3-nji бүтediňizmi? Yana gaýtyn 2 ýyl okuýsyz maýsta, bu ustazlyk diýen gep. Endi ustazlyk diplom alsaňyz, bu naýaty zor bir netije erişsizde. Meselem mehanik bolsaňyz, maşynadan oňşaýdygan ustalar bergini alsaňyz, siz özüňiz şirket açaraýsyz. Özüňiz şirketlerini içip, özüňiz başga bolan okuta alaýsyz. Endi meselem bizning baldarymyz şu ustazlyk bergini alsa, özü bir şirket içip, özü balını terbiýeleydi. Bu mu ýaxşy näse? Endi kıska halsaňda gaýsy kesipler, hani maaşlarını bir kösüp koymasdagi abi aytkan o. Buldu. Hani medada websaytlar var, mesela Make it in Germany diyen ada. Onkin kendiri persek buldu. Mesela Green Jobs'a diyen. Bu hem de solar panel olmuş, kuyaşınki enerjisi bilen elektrik çıkardıganlar. Pflegekraft, aber akımız degендek medsestra, medbrat degендek, şu doktorxanada işleydigan. Bunu her kandan doktor personallar yaman köp ihtiyacımız var bizimki. Aytgandek injener. Mesela mekanikler bolsun, zavodlarda maşinlarni qanday bekitiş gerek, ular gerek. IT specialist, IT computer techniques, bu hazır naýaty zor bir alan boldy. Bu edimi awuz bilen kılın boldy. İlla universitet gerek emas, şirketlerde okup, mesela IT security deydi, IT bexaterlik, onun yaxşı öýeňkili boldy. Aşadan okuyan agyn bollan ba. Anikin Naturwissenschaft bu endi mesela biyologiya, ximiya bolsun, mesela tamaklar mahsulatlarını tekşiriş, biyotehnologiya, daran çıkırış, farmasi. Bunu illa universitet gerek emas, aş kolej bolup okusun boldy. Aş maaş bilen jo. Aytgandek şu avtomexanik, maşinlar mexanik bolsun, gastronom bolsun, aşxanalarda, doktorxanalarda yoki hotellerde çok qanday ýurdürüş. Bunuga yaman çoň ihtiýaji bar Germaniýanynki. Endi kıskaram çendirip beýinimiz 3 ýyl dedik go. Mesela mehaniklarnynki 3,5-4 ýylgaça mümkin. 1-nji ýylda täxmin 9 euro berdi. 2-nji ýylda 950. 3-nji ýylda 4-nji ýylda 1100. Aniki hyzmat kirgeniki meselem okuşyny bitirip 2,5 ming 5 ýyl tejribe bolsa 4000 eurogaça bu çıkışı mümkin yani. Bu maaşla tahminen her daim özgürep turdy bular. Köp rahmet. Bu naýtmy muhim uşurlarken köpçülik köňül bildigan birisi wagt, ýani birisi okuş mukafat puly ýa-ki muaş bilen okuş bu köpçülikke endaýyn ihtiýajlyk bolgan bir uşurlar. Köp rahmet biz bilen ortaklaşgynyňyzga. Ýani bir gyrnyşym sizning goşup goýdyganlaryňyz barmy? Men azrak bu ýerde tuluklama nim kysam bizning men bir şeýle Türkiýeden normal işçi vizesi elip geldim. Bu ýerde bu ýerge kelişden burun biz Türkiýedeki aşy okugan ali mektepde okugan diplomamyzyny ali mektepdeki aşy teorik ders, praktika, ondan keyin tecrübe dersleri we aşynyň ders saatlerini sertifika listesine çıkarıp bir kurska berdik. Kursla
kurs andiken bizga vakalatan Germaniyada mushulik anaekonom deydi. Buni Uyg'urcha diplom deb qo'yamdiq. Ashuningga yerim diplomliq hesabda biz masalan shu yerim diplomni olib kelsak, bu yerda sestra yordamchisi bo'lib ishlaymiz. Andan keyin bu yerda sestra yordamchisi bo'lib ishlab, masalanga agar Turkiyada ishlagan masalan siz u yerda bir yildan chiqaroq ishlagan bo'lsangiz 6 oydan 9 oygachilik yoki 3 oydan 9 oygachilik ashtoylik praktika vaqti chiqadi. Bu praktikin vaqtini to'ldirgandek praktik qilib tugatgandan keyin sizga bir imtihon berasiz bu yerda. İmtihon berib o'tgandan keyin haqiqiy bir sestra sizga bir endi nemiz diplomchini berdi. Haqiqiy sestra bo'lib Germaniyaning yoki Yevropaning halqa yerda ishlay olasiz. Bu jarayonda kursning ayrim nima qilgan sizga tasdiqlab bergan uylar bo'ldi, lekin ularga pul to'laysiz va doktorxonaningmi shu ishlaydigan va doktorxonada ishlaydigan va mushta Ausbildung uchun kelgan o'quvchilar yoki bo'lmasa bizga o'xshash mushta chet eldan kelib imtihon berguchilik bo'lgan araliqda turisi bo'ldigan nimalari bor, yotoqlari bor. U yerning nimalari, yotoq ücretleri ve pullari arzon. Kursning nimasiga qaraganda. Aşağıda turup 6 ay jarayonida hem 6 ay jarayonida siz hemşire yardımcısı maaş alırsınız. Onun nimesi hesap maaşı tahminen 2400-2500 etrafında bo'lar. Bizning vaqtimizda 2300 evrodi brut. Hozir qanchalik bo'ldi o'qimadim, siyosatlar yaxshi bo'lgan chiroy. Andan keyin mushu 6 ay jarayonida masalan sizga 6 ay praktik chiqqan bo'lsa, 6 aydan keyin imtihon berib o'tsangiz, maaşınız mı o'sidi? Normal bir hemşire sestra maaş alsiz. Andan keyin siz bu yerdan nimadan sizga ajratib bergan yotoqdan turgan uylardan chiqishingiz kerak va chiqib o vaqtda normal maaş olgandan keyin o'zingiz xohlagan uylarda, xohlagan yerlarga xohlasangiz bu doktorxonaning maaşini töven ko'rsangiz, shaharni yoqtirsangiz boshqa yerga ketsangiz bo'ldi. Lekin yana bir imtihon nimasi bor. Agar Turkiyada mening masalan Turkiyada hech qanday bir tajribam yo'qdi. Bu tajribam bo'lmaganligi uchun mening 12 oy hesabda 1 yil, 1,5 yildek praktika soati chiqib keldi menga. Andan keyin 1 yil men sestra yordamchisi bo'lib ishladim. İşlegandan keyin imtihon kirib, bu imtihon hem praktika hem eg'zaki imtihon beramiz. Bu 12 oydan chiqaroq nima chiqqanlarga, praktik chiqqanlarga. 12 oydan az chiqqanlarga sadece faqat nimadan berdi, eg'zakidan imtihon berdi. Bir bemorni deymiz. A'dan Z'gacha hammasini tushuntirib qanday kasalliklari bor. O'shani tushuntirib qilib yaxshi so'ragan savollarga yaxshi javob berib qilsangiz o'tasiz. Bizning menga kelgan imtihonda hem praktika, andan keyin 5 kasalliklarni berdi. Masalan, yurak kesil deymiz, o'pka kesil deymiz, ashtaq nimalarni. O'shani o'rganib, savollarga javob berib o'tgandan keyin sizga diplomasini ola olasiz va deganga o'xshash maaşınızı ödəb nima qildi. Bu jarayonda doktorxonadan sizga bak nima qildi. Yaqindan til jihatdan yordam berdi. Masalan, men kelgan vaqtimda tilim bak ancha yaxshi emasdi. Paranglish jihatda nima masalalari bo'lganligim uchun doktorxonadan her haftada 3 soat, 3 kundan yoki 4 kundan aşağı bir kunlik 1 soat, 2 soat o'qituvchi praktikant o'quvchilarni bizga nima qilib chaqirib doktorxonada paranglish darslari qildi, yordamlarni qildi. U vaqtda bizga B1 sharti bilan qolgan Turkiyadan B1 sertifikatni olish kerak. Andan keyin vizaga başvura oldik, tizimga oldik. Lekin hozir anglasam B2 bo'lish kerak ekan. Kurslarni men oldin qatdan paranglashgan. Shu Türkiye kursunun onun üstüne sadece faqatlam Türkiye'deki nimelerge qarta, sestralar qarta yaxshi siyosatlar barmiş. Lekin O'rta Osiyo tarafdagi u yerdagi qarindoshlarimiz qanday bo'ldi,
Onu men paranlaşkan adam ya şu kursunun ilgisi bilen paranlaşıp sizge haber kılımen dedi hedep saklap otadım. İnşallah o haber kelgen çağda bunu mu bilen kardeşlerim bilen inşallah ortaklaşım ve ben Germaniya geliştim burun Türkiye'deki kurs ile vizige hizmet jaryanındaki bolgan 5'imden ötken keşkellerini bir yazmış şekilde yazıp kılgandım. İnşallah bu yerden kelip Germaniya kelip ve bu imtihandan ötüp kırgıçılık til ile sertifikatını alıp boğaçılık bolgan arlıktaki bu 5'imden ötken tecrübelerini tecrübe sağlıklarını yekelep inşallah onu mu bir kıska yazma şeklinde inşallah kardeşlerle paylaşmayın. Köp rahmet alım kardeşim İbrahim kardeşim naytı obdan etraflık düşünce beddanla bu elbette köpçülük üçün intayin ahmiyeti ba qo'llanishchan uchurlar bek obdan bo'ldi. Am tövende bir neçe suallarni yana davomlashtirib baqsaq ya'ni o'qish jarayonida davlatninki yana qanday yordamlari bor? Azır sizlar yataq tarafdan şu maktab ko'rsatilgan yataqlarda yatib 6 oygachilik uni şu o'qish mukofot yoki maosh bilan to'lab ketgili bo'ldi. Undan keyin xohlasa shu doktorxonada yoki shu shaharda, xohlamasa boshqa doktorxona yoki shaharlar ko'rsa bo'ldi dedinglar. Yaxshi bir uchur bu. Undaq bo'lgan vaqtida shu o'qish jarayonida davlatning yana boshqa yordamlari bormi? Til jihatdan yaxshi dedinglar. Ya'ni nemis tili, germancha tilni har haftasiga ma'lum taklif qilib bir necha soat o'tadigan o'xshaydi qaraganda. Buningga sizlar pul to'lamsizlar yoki davlat shu belgilagan vaqt ichidagi maosh bilan to'lanamdi bu onunki chiqimlari qanday bo'ladi? Maktablarda yana o'qitish qanday bir shaklda elib beriladi? Ya'ni cho'qim har kuni maktab berish kerakmi yoki darslar digital shaklda o'tilamdi? Mushu tarafdan bir tushunchalarni o'rtoqlashgan bo'lsanglar rahmat qarindoshlarim. Biz qanday desem biz Türkiye'de mi 6 aylık intensiv kurs koygan. O yerde bu hem de Türkiye'deki köygünümüz Türkiye'de köygen kurslar hem de ançelik nimi bulmaydı. Germaniye'deki yaxşı bulmaydı çoğu. Hem de etrafımızda mı bütünley Türkler boğaşka, German boğaşka komşusu benim karşımdaki partnerim mi Türk boğaşka. Aşta mesela paranlış cihette özümüzünü yaxşı nimi kılamagan. Meşgullendiremegeçke aşı cihetten kıynalgandık. Lekin bir şey kelgenden keyin mi 5-2 mesela gibi sesra boğaşka 5-2 filiga dep malık kespi Germanca demdik. Evet kespi German tilini öğrengen bulduk. Eğer bunun teşhide yani normal Germanca imtihanı kirip aşının sertifikasını besimi buldu. Bu yerde kurs katnaşışılık çokum mesela ki mazır işaretkan doktorxanda onda şart emas. Belki bu başka şehirde, başka eyalet nimelerde o farklı buluşu mümkün. Ama yani degende okutuklarını yardım çağırıp bunda paranışını ilgiletiş için yardım kılıp onda kılışından ise yok buluşu mümkün. Hem de bu diğerlerin fakat men turatkan şehirdeki doktorxanaga özgü bir narsa bu. Hem de bu yerden keyin mesela ki biz çokum emas kespi Germanca öğrendik. Bunu 5-6 aydan ya 5 aydan yatayıcılık değil. Şu vakitte ettigen mesela ki bu kursunun 2 xil türü buldu ya ettigende ya düştün keyin. Ettigende bu vaxtda siz ettigen saat 8'den 12'cilik kurs kobarsınız. 11'cilik 12'den saat 8'cilik doktorxana kelip işleysiz. Eğer kursunuz düştün keyin bolsa ettigen saat 5'den 6'dan 12'cilik işler. Saat 2'den yakın 3'ten 6'cilik kurs kobarsınız. Dijital şekilde bağımı hazır okumudum. Ben mesela biz benden burun ve
Məndən kelgan, mən bilan Tanqara kelgan kurs o'quvchilarga unda pul kurs german nemis tiliga pul talab qilmagan. Lekin bizdan keyin kelgan 3-4-chi ashta qaror o'quvchilarga nima sestralarga ashani talab qilibdi va ularmi unda pul talab qilsang biz sendan kurs olmaymiz deb vaz kechib, ular o'zi normal allgemein normal germancha nimalariga online qatilib ashta sertifikatga beribdi. Bu nimede hazır anlasam o hech qanday nimaga talab qilmaydi ekan. Ücret yo'q, ücretsiz. Agar ücret bergan pul bergan taqdirdami, agar siz 5-ki imtihonini sertifikasini olgandan keyin pulingizning masalan 1000 euro to'lagan bo'lsangiz, shu jarayonda 500 euro yerimini qaytarib beradigan mushtabil siyosatlarni qildi. Agar İnşallah agar Turkiyadan boshqa O'rta Osiyo tarafdagi qarindoshlarimiz kelib qolsa, balkim ularg'imi mushu siyosatni nim qilishi mumkin, qo'llanib qilishi mumkin. Ko'p rahmat, nihoyatda yaxshi tushuncha berdingiz. To'g'risidan. İbrahim qarindishimiz, sizningki qo'shadiganlaringiz bormi? Mushu savolga qo'shimcha. Tushuntirib bersak, bu aytgandek boshda Osbilon qatqanimda o'zi maoshi bo'lgandan keyin asosan davlatning ko'p yarimdan bermaydi. Masalan, uy izlash bo'lsa-mu, shirkatlar uran tip berdi. Siz bir shirkat bilan kontrakt qilsangiz, deydi, biz sana uy tip beramiz. Ash uyning ijorini o'zimiz sizningki maoshingni kesib olamiz deb kontrakt qildi. Namda ko'p bolalarım var, kurslarım bardı. Biroq bu kurslarni o'zi to'laydi. Masalan, bir ayrim kursda bekmi qimmat emas. 120, 150, en ko'p 200 euro atrofida. Online kursdan bamdi. Ora arzonroq bo'ldi. Asosan bu Osbilonlarga davlatning ko'p yarim kelmaydi. Biroq endi sharaga berib, iltimos qilib baqsa bo'ldi. Biroq endi shu stipendium deydi-ku, endi shu grantlarni o'quvchi bolalarga berganini men hozirgacha tanishib baxmadim. Biroq universitet o'qisa, o'quvchi bolalarga endi universitet berib o'ylayni. Lekin German grajdanlik yoki Yevropa grajdanlik bo'lsa, ashta scholarship, ya'ni stipendium grantlarga topshirsa bo'ldi. Biroq asosan shu Osbilonning o'zi maoshi bo'lgandan keyin ko'p yerdan kelmaydi asosan. Ko'p rahmat. Buni aytdi, obdan tushuncha bo'ldi. Hozir endi siz German grajdani yoki Yevropa grajdanlari universitetlarda o'qisa, uningga o'qish mukofot, har xil o'qish mukofot pullari bor deb aytdingiz. Agarda Markaziy Osiyodagi qarindoshlarimiz shu universitetlarga iltimos qilib kirsa, ulardan elinadigan o'qish puli yiliga taxminan qancha yevrolar bo'ldigandi, shuningdan bir tushunchamiz bormi? Endi Germaniya yaxshi yeri o'qishlarga asosan bekorlik. Viza uchun taxminan burun 10 ming euro, hozir ansam 12 ming euro chiqib ketdi. Shu bankga hisob qo'yish kerak. O'zining bank hisobiga. Bir semestr, ya'ni 6 oyda bir qitim 300 euro to'lash kerak. Bu 300 euro ichidan bilet beradi. Deutschland ticket, Zemesa ticket. Bu bilet bilan butun shu Germaniya poyezd, avtobuslarda sayohat qilsa bo'ldi. Endi bir yillik chiqim universitet bilan o'zi 600 euro, 700 euro. Universitet uchun o'qishmaydi. Biroq chiqimlar ko'p degandek, masalan, uyga yotoq to'lash kerak, kitoblarga o'zi to'lash kerak, tamoqlar bo'lsin, tarog'a ko'cha chiqqanda. Biroq yana student bo'lsangiz, yer kun ishlash haqqingiz bor. Masalan, bir oyda taxminan 500-550 eurogacha pul topsangiz bo'ldi. Ishlash fursati bilan ta'minlasa, u yaxshi ekan unda bo'lsa. Bir yoqdan o'qib, bir yoqdan ishlab, yana ba'zi chiqimlarni o'zi qamdab ko'tarib keta oladi-da. Nihoyatda yaxshi tushuncha berdingiz. Ko'p rahmat ukum. Undaqda keyingi savolga o'tib ketsak, endi mushu mayli kasbiy maktab, kollejlarning o'qishga kirish rasmiyati bo'lsin, yoki universitetlarning balki u qattiqroq, yani farqli bo'lishi mumkin. O'qishga kirish shartlari qanday bo'ladi? Hozir German grajdani, Yevropa grajdani uchun ma'lum summani dedingiz. Andan asosiy shartlari nimalarni zarur shart deb qaraysizlar?
Рахмет. Мен Арем досумуз түшүндүрүп берсе болду. Арем сага перевод кылып берейин. Сен кандай Германияга келдиң? Кайсы документтер керек болгон? Анан кийин визаны кандай алган? Германияга кандай келгенин бир түшүндүрүп берсең? Кыргыз тилинде айтса болду, мен тержиме менен силерге. Көп рахмет. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Hoş geldiniz. Davamlaştırın. Hoş bulduk. Assalamu alaikum. Саламатсыңарбы? Мен кыргызча сүйлөй берейин. Ибрагим которуп берди. Мен ошол Германияга Ausbildung менен келгем. 2021 Ausbildung баштагам Германияда. Германиядан ошол Ausbildung'ду 3 жыл окугам. Ausbildung'ду ушул Германиядан бүтүп, анан кийин Ausbildung жөнүндө айтып кетсем, Ausbildung аябай пайдалуу, аябай жакшы. Ausbildung аябай көп позитив жактары бар. Окуйсуң, иштейсиң, акча, ошол пул табасың, анан кийин көп нерсе үйрөнөсүң. Анан кийин ошол Ausbildung'ду мен баштаганда немис тил B1 деп коет. Ошол сертификат сурашкан. B1 сертификат. Ошону бергем. Ausbildung кеберки Ausbildung'тар бар, жатаканасы бар да, жаткан жери бар. Немисче Unterkunft деп коет, жилье. Ошол кеберки чоң компаниялар өзүнүн квартира берет, жилье, ошол жатакана. Ошол да аябай жакшы. Анан кийин Ausbildung'ду баштаганда башында кыйынчылыктар болгон, оор нерселер. Анан кийин бирок окуп, ошол немис тилин окуп, герман тилин окуп, ошол немис мугалимдер, ошол эжейлер менен немис тилди окуп, герман тилин окуп, үйрөнүп, анан кийин ошол Ausbildung'ду бүтүргөнбүз да. Анан ошол Германияда жүргөндө Ибрагим досум менен таанышканбыз. Ошол бул жакта Германияда. Анан кийин ошол Ausbildung бүткөнүмө 6 ай болду. 6 эмес, 7 ай болду. 7 ай. Ausbildung бүткөндөн кийин Германияда калып, жакшы акча тапса болот, жакшы пул тапса болот, иштесе, бул 3000 евро, адан нары, ошол өйдө 3000 евродан өйдө акча иштеп тапса болот. Ошончу Ausbildung жакшы деп ойлойм мен өзүм. Көп рахмет. Шундак обдан сызылдыңыз. Бу биздин тилlerimiz айтылмай якын, өзүбүз кырындаш, һәм тилlerimiz кырындаш тил системасы болгачка, мәсәлән, уйгырча, өзбекче, казакча, кыргызча, түркмәнисче, азербайҗанча, түркче, татарча, якутисче, бу тилlerimiz һәммәсе бер тил системасы болгачка, бу бемалал аңлашка, түшүнүшкө болот экен. Көп рахмет кырындашым. Sizden öz tecrübelerinizni bir tanıtıp bergeniz, nurgun yaşları ilham, hem faydalı bir uçur berdiniz. Köp rahmet. Köp rahmet. Rahmet. İbrahim ve Alim kardeşim, sizlerin koşduğunuzla barmı? Yoki keyinki sualıga ötüp ketimiz mi? Asasen çöndürüp berdi, Alim akamız çöndürüp berdi buldu, başkımda bolsa. Rahmet. Evet, Arlan kardeşimizге rahmet degende yaxshi tushuntirib berdi. Men bu yerda qo'shib qo'ysam, biz Turkiyada kursga borgan vaqtimizda, masalan, yerim diplom dokuma, shuning materiallarni berib bo'lgan ekan, diploma, yana ders
transkript bir narsani berib bo'lgandan keyin dars jadvalini qancha bir uzun o'tmaydi 3 ay 2 ay yoki 3 aydan keyin bizni doktorxona bilan lyustrani imtihoniga ishga kirish imtihonisiga nima qildi. Mushta Zoom'dan nima qildik, ko'rishma qildik, doktorxonadan ko'rishib, ishga qabul qilinib, doktorxonaning shu ishga ilish bo'limidagi xizmatdoshlarimiz shular bilan ko'rishgandan keyin shular bizni deydi, masalanga sen bizlar paranglashib azroq u vaqtda ko'rishmaga tayyorlik qilib bir narsalarni yodlab o'rganib keladigan bo'lg'achqa o'zimizni qisqacha unutib qilatdik. Qolgandan keyin ularmi o'zining bizmi o'zimizning tajribalarini desak, endi bularmi bizga qarab bizning nerda ishlagan burun nerda ishlaganimizga, nima ish qilganimizni qarta bularning masalanga operatsiyaxonada seni ishlatkimiz bor yoki bo'lmasa jiddiy qutqaruv ishlatkimiz bor deb mushta nima qiladi. Hada bular seni ashyaga qabul qildik, muborak bo'lsin deb nima qilgandan keyin bir 2 hafta ichida nima keldi. Endi bu 2 haftada pek qisqa deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi 1 ay deylik, 1 oy ichida to'xtam keladi. Sizga to'xtam kelgandan keyin ish to'xtami. Endi keyin siz Turkiyada nima elib deymiz konsoloslikdan işte terminallarni elib pasport endi keyin mush ish to'xtami yana boshqa turalg'u yer nimasi. O bizning bu kursmi hali endi rasmiy degidek ham cho'ng bir kurs ekan. Bu yerda kelgandan keyin biz mana shuni o'rganib qilgan bo'ldik. Bularning 3-4 yerda işte o'quvchilarga kiralagan işte uylari bor ekan. Yani bir qavatda işte 5-6 o'quvchi işte qoladi. Ashyaning adreslarini berib qilgandan keyin uni soniga ishimiz tayyor. Andan keyin nimamiz bor, ish to'xtamimiz bor. Turadigan yerimiz bor. Bunda bo'lg'achqa andan keyin bizning bir hisobda avantaj bo'lgan bo'lib, ish vizimizmi o'ng'ay chiqqan bo'ldi. Bek yaxshi tushuncha to'liqladingiz. Ko'p rahmat qarindoshim. Demak, Germaniya tarafdan to'xtamlar tuzilib, yotoq, xizmat va boshqa tayyorliklar puxta bo'lgandan keyin Germaniyaningki shu Turkiyadagi konsulxonasidan viza elish ishimi ancha tas emas, shundaqmi? Shundoq. Qani hamma narsamiz tayyor bo'lgandan keyin hesabda burun men o'ylaydim işte hesab bank hesaplari o bu narsalarni so'ramadi, lekin o biz xizmatga vaqtimiz undan narsalarni so'ramadi degandek hamma narsamiz tayyor bo'lg'achqa endi sal uzun saqlab qoldik. U vaqtda endi konsullikning ishlarimi har xil har yaxshi bo'lgan ekan, endi qarindoshlarimiz o'qidi. Uzun saqlab qoldik. Shu hesabda qisqasi materialimiz hamiz tayyor viza uchun keraklik. Aslında biz bir yerga ishlaymiz. Bularning ishiga keladigan, yaraydigan bo'lgandan keyin o'ng'ay keldik. Ko'p rahmat. Har qarindoshimiz izdansa, demak, qulaylik yo'llar chiqadigan odam tirishchanlik bo'lsa, har qanday yo'llarni ochqini bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar shunday bir tushunchani yaxshi berdinglar. Ko'p rahmat. Keyingi savollarga davomlashtiraylik. Endi keyingi savol praktika to'g'risidan bo'ldi. Praktika va xizmat ishlash jarayonida maosh ta'minotlar qanday bo'ladi? Andan davomli bilim oshirish imkonlari bor bo'lsa qanday bo'ladi? Shunga bir tushuncha bergan bo'lsanglar rahmat. Так, endi bunda aytsak bo'ldi. Ausbildunglarda endi kurslar aytildi. Fortbildung deydi. Masalan, bir boshqa shaharga, boshqa doktorxonaga praktikalar qilish mumkin. Bu har qanday kasbga o'xshamaydi. Masalan, biz mush yaqinda nima boshlaymiz? Lufthansa degan shirkatda aviakompaniya Germaniyaning havo shirkati Turk havo yo'llariga o'xshab qoldi.
Ulardan derken siz aşı okuş jarayonida yaxshi bolsanız, siz yaxshi potensial bolsa, chet elga eltish mumkin ekan. Masalan, Vengriya bolsun, Amerika bolsun. Eşeğde neçe ay işlep, nimelerini ügünüp, hani qaytib kelsiz. Bu jarayonda normal maaşınızı veriyordu. Hem de medsestrada, medbrada qandaq ekan uqmayman. Biroq aşxana işlaydigan bolsa, masalan, başqa şirketga ketadi. Eşek ko'rib kelsin, ügensin deb. Onunla belki ekstra pul qo'shib berish mumkin, yo'l ücretini to'lab berdi, yataqlarni to'lab berdi. Biroq normal maaş bilan davom qildi. Biroq endi bu medsestrada, medbradada qandaq uni tepsi uqmaydi ekanman. Praktik fursatlar bo'ldi, praktikum qilsa bo'ldi. Bu hozir boshqa davlatlarga 6 oy hatto evatidi degan bu praktik hisoblanamdi yoki xizmat hisoblanamdi shunaqa bo'lgan. U xizmat hisoblanadi, xizmat jarayonida, Avston jarayonida bo'ldi. Biroq bu shirkatchilikka o'xshamaydi. Ba'zi shirkatlarga 6 oy uchun mesela Lufthansa ishlagan. Necha eltgan chet elga. Biroq ba'zi shirkatlar masalan gastronomda 1 haftalik, 2 haftalik fortbildung bor. Boshqa shaharga eltib, ishda qilish mumkin. Ko'p rahmat İbrahim qarindishim. Alim qarindishim. Qanaq yana qo'shib qo'ydiganlar bormi? Sizlarning. Ben bu jihatda jiq o'qimayman ekan, lekin bizning bu yerdagilar boshqa german o'shanimiz xizmatdoshlarimizni boshqa nima qilayotganlar bor. Ularmi ba'zilar bularni vaytabildung deydi ekan. Ular boshqa masalan ishlab turib, doktorxonadan masalanki tilingiz yetarli bo'lsa, anadan keyin boshqa bo'limlarga qiziqadigan bo'lsangiz, masalan radiologiya, CT nim qiladigan demdi o'qimadim hamda oshlarning deyishchamda doktorxonadan paranglashib yangidan to'xtam tuzib 50%, 70% ishlayman deb. O deganingiz hamda hisobda haftada qancha 2 kun 3 kun kelmayman. Masalan pazartesidan dushanbadan chorshanbagacha kelmay maktabga bormay, anadan keyin qolgan kunda ishga kelib ishlayman deb bu shaklda nima qilib, ashta maktabga berib o'qib qismingiz bo'ldi ekan. Lekin buni shu tilingiz yetarli bo'lsa, doktorxonaningmi sizga yordam qilib qildi ekan. Bizning masalan mening hozir ishlayotgan bo'limimdagi Albaniyalik ashta 2-3 xizmatdoshimiz bor, shularmi ma bu deymiz intensiv intensiv shu nimada bo'limda ishlaydiganlar. Men qaytadan nima qilaman deb cho'qim yanama o'rlab o'qiyman deb ashta tizim etibdi ekan. Ularning tili, birisining tili yetarli bo'lmag'achqa, uningga santig'i to'xtab tur deb to'xtab qo'yibdi qolgan ikkisiga. Hisobda ruxsat qilib, lekin maktablarni o'qishib qilgan chiroy qolsa, bizning doktorxonamizning o'zining nimasi bor, ashta medisin nimasi bor, ashaydan qabul qilinib o'qiydigan chiroy ashta gaplarni qilgan. Bu yerda agar ilgirlab o'qish nimalari bo'lsa, qilli bo'ladi buni. Normal maosh elib yoqolmasa, yüzde qancha % maoshini elib, yana davomli ishlab o'qib qilsa bo'ldi. Demek sharoit bor alqi o'rlab o'qishlarga shunaqmi? Xizmatini biroz qisqartib, o'rlab o'qib davomli o'zininki mayli amaliy tajribasini yoki shu teoriya bilimlarini oshirishga sharoit va imkonlar hali kengri bor degan gapda. Undaq bo'lganda shunaqmi? Ko'p rahmat. Buning obdan tushuncha berdinglar. Endi yana bir savol bor. Shuningga bir atrofliq javoblarni kutamiz qarindoshlarim. Shu endi 3 yil dedik, undan o'rlab o'qishlar dedik. Hatta 5 yilgacha. Ammo shu o'qish tarixining dunyo miqyosida e'tirof qilinish ahvoli qanday bo'ladi? Masalan 3 yil o'qib chiqdi, 5 yil o'qib chiqdi, shu Germaniyaningki shu kasbiy kollejlarning va universitetlarning diplomlarini oldi deylik. Qarindoshlarimiz sizlarni o'zinglar shuni boshdan kechirdinglar. Buni endi dunyo miqyosida e'tirof qilinish ahvoli qanday bo'ldi? Rank ordering bormi? Yoki tizmadaq listaga tizganda qanday bo'ladi? Tushuncha bersanglar rahmat.
O'qish tarixi va diplomatlar to'g'risidan bo'lyotdi suhbatimiz. Buni endi uqmaydi ekanman. Endi Ausbildung shu Germaniyada butun yerda qabul qildi. Biroq boshqa Yevropaning ellarida qandoq uni endi uqmaydi ekanman. Ko'p rahmat. Olim qarindoshimiz siz tushunib beramiz? Mening bu jihatda bek birinchi o'qimayman-ekan, lekin bizning bo'limda ishlaydigan bo'limda bir turk hamda burun kelib o'sha kichik vaqtida o'sha tug'ilib cho'ng bo'lgan o'qimadim. Shumi bizning bo'limda intensiv stasionda Weiterbildung qilib, o'ylab o'qib, andikin nimaga ketdi, Isvichraga ketdi deganda qilayotgan Avstriyaning yendiki qaysi davlatda Uyg'urchasi Shvetsariya. Shvetsariyaga, Shvetsariyaga aşağı berib ishlaydi deb gapni anglagan. Bu demak endi mening o'ylaganim endi o'sha germancha tillarni nima qildigan, hisobda paranglashadigan yerlarda masalan men ashta o'qisam, o'rlab, endi kimga germancha ishlatadigan davlatlarga berib ishlaylayman-ka deb o'yladim endi. Ko'p rahmat. Demak, o'qish bitirib chiqqandan keyin aslaningki shu Germaniya kollej va universitetlardan bergan diplomlarni boshqa davlatlar e'tirof qilib xizmatga o'rinlashtirish imkoniyati kengri bor degan tushuncha berildi. Endi ko'p rahmat. Demak, shu xizmatlashingizni misol qilish orqali yaxshi bir uchurni bizga yetkazgan bo'ldingiz. Germaniyaga qo'shni davlatlardan masalan Shvetsariya, Ondan Lusanza, yana bir nechta davlatlar, Luksemburg demdik, shu davlatlarda hamda nemischa, germancha bemalol qo'llanilganda biz ziyoratlarga, namoyishlarga berib qatnashib qildik. Demak, german tilida so'zlashkichi davlatlar sizlarningki shu o'qish bitirib chiqqan kollejlar bo'lsin, universitetlar bo'lsin, diplomlarni albatta e'tirof qilib xizmatga o'rinlashtirish ham til qiyinchilik bo'lmagandan keyin xizmat imkoniyati kengri bor degan tushuncha bo'ldi. Ko'p rahmat qarindoshlarim. Andaqda biz yana bir keyingi savolga o'tib ketsak, buningga bir qarindoshimiz qisqacha javob berganmi bo'ldi, ammo o'sha bir tafsiliy to'xtalgan bo'lsak deb o'yladim. Chunki bu viza masalasi mayli O'rta Osiyo mamlakatlaridan, Turkiya va boshqa davlatlardan o'qishni arzulaydigan azizlar uchun bu intayin muhim bir nuqta. Kasbiy texnika ma'rifi uchun yoki universitetlar uchun Germaniyaga kelishga viza ilishning tartiblari qanday bo'ladi? O'qishni aloqalashgan bo'lsa, shu jarayonda vizaga iltimos qilgan bo'lsa, uning tartibi qanday bo'ladi? Qanchalik uzun saqlab qoladi? Qanchalik uzunda viza beriladi? Shunga tushuncha bergan bo'lsanglar, rahmat. Buni men bu prezentatsiyada qantim qisqa bir sinab qarayana. Nuqtaliq bir to'xtalgan bo'lsa. Nuqtalar bor. Hozir o'ng'ay bo'lib ketdi asosida vizada. Ko'rinib bo'ldi. Ausbildung qilish uchun menga qanday shartlar lozim? Endi birinchi nemis tilini o'rganish kerak, B1 sertifikatda. Ya maktab, oliy maktab universitetini diplom bo'lishi kerak. Bo'lmasa shu o'rta maktab, ya'ni 10-sinfni bitirish kerak-da. Ayni sizlarni qabul qilgan bir shirkat, ya'ni bir kompaniya tepish kerak. Bir shirkat bilan to'xtab tuzish kerak. Men ishlayman deb. Ular sizlar ya'ni kontraktni avatgandan keyin ashtin bilan viza barisdi. Ayni страховка deymiz, insurance. Страховка chanalanda insurance. Mesela ağır qolgan bo'lsa, uni hal qilish kerak. O'sha shirkatlar bor. Ayni keyin viza uchun ash dokumentlar bilan qana deymiz, konsulga berib topshirsa bo'ldi. Endi yana yarim qildigan bir shirkat ama Instagramda bor. Rise KG degan, bu Qirg'izistonniki, biroq bu hamishlar yarim qilib bo'ldi-da. Bular sizlarga shirkatdan deb berdi. Qaysi shirkatlar bor deb-chi. Mandaq bir shirkat, kompaniyalar bor. Bu butun dunyoda bor. Turkiyadan bo'lishi mumkin, Germaniya qanday kirsak bo'ldi. Bu shirkatlarda o'zlari nemis tilini o'rgansalar bo'ldi.
Aniki meydan bizden Feren Joblanba. Feren Job mu bunu vidirişeme oңайmış. Yazda 2-3 ayga bir mane işlep körüp kessin buldu. Hani Ausbildung muşlar şirkette yaram buldu. Bırak illa bu şirketlerge ihtiyacı yok. Özanla internet tipi mesela website'lamba ausbildung.de diye. Bununki silksın kim yazıp koysak buldu. Burunçba Atsubio, Ausbildung.de, Make it in Germany, hani Instagram, Facebook'larda çok oldu. Bundesagentur für Arbeit, bu olmuş bir agentur, Germanya'nın hükümetinin özü. Müşahidimi özanla halagan bir şirketten tipi, ora İran çıkırdı, bizge Ausbildung gerekti. Özanla mesela CV, rezümeni yazıp, aşta bunu kontrakt, yani toxtam tutsanlar, toxtam arqılı hani kim vizlarını kılım buldu. Mesela şu Make it in German diyen bunu kim manamsını konu yazıqqa almış durup, evet koysam bu bütün bilgiler, malumatlar müşahidin tapılı buldu. Köp rahmet. Bu naytımı yaxşı tushunch bo'ldi. Alim qilishim sizning qo'shib qo'ydiganingiz bormi? Men bayatdan ödedim yok hamdi şu ish to'xtam anadan keyin pasport geçerlik normal anadan keyin şu kaladigan yer muşlarni ta'minlasa hani başka nimalarmi bor sug'urta şirketlerining belgileri o bu degandek uni hamda hamma yerda qilib bo'ldi ku undan boshqa jiqmayliqqa alayida bir nima yo'q hamda bizning shu ishlash uchun kelganlar uchun mushlarlam Köp rahmet qarindoshlarım. Taxminan qancha vaqt saqlashga, masalan, iltimosni sundiysizlar degandek pasport, o'qiydigan maktabga kasblar, kollej bo'lsin, universitet bo'lsin, ularningki aloqa turdalg'u joy adresi, masalan, sug'urta shirkatlarininki dokumentlari hammasi tayyor bo'lib konsulga vizaga iltimos sungandan boshlab taxminan qancha vaqtlar saqlab qoldi agar shu javob chiqishi bo'lgan araliqda oningki shu vaqtini taxminan bilib olsak biz materiallarni hammasini tayyorlab bo'lib vizaga berib deganligi konsulliklarni uyushtiradi ko'rishib qilamiz emasmi ularni qilib bo'lgandan keyin o'xshamaydi ekan endi masalan men 1,5 oymi 2,5 oy ishda saqladim yo'q 5 oyni 19 7 2,5 oyda saqlabdim 2,5 oy saqlabdim ba'zi turk vatandosh bo'lganmikin desam boshqa sherdagi xizmatdoshlarim saboqdoshlarim ba'zilari 15 kun 20 kun saqlagan bor anadan keyin ba'zilari 1 oy ba'zilari hatto mendan jiq saqlaganlar bo'ldi o'xshamaydi ekan endi masalan hozir men 2,5 oy saqlaysa deb qo'yib andikin balkim boshqa bir qandishimiz qilib qolsa 1 hafta saqlashi mumkin endi belki ish bilan munosabatlikmi uqmadim o'xshamaydi ekan eng oz deganda hisob eng oz deganda desam 1,5 oy deyli eng oz deganda bu 1,5 oy 2 oyda qachon saqlaydi Köp rahmet. Demek dokumentler to'liq topshirilgan bo'lgandan keyinmi javob chiqish vaqti farqli bo'ldi deganda 1,5 oy 1,5 oydan boshlaydi hisobda qisqa bo'lganda 1,5 oy bo'lganda shuna bo'lganda bunda bir nayti yaxshi uchirgan Arlen ve İbrahim qarindishim sizlarning qo'shib qo'ydiganinglar bormi? Yo'q, asosan shu. Endi qirasani qanday o'qimaydi ekan, asosan shu 1,5-2 ko'p o'zib ayday saqlash kerak, hamda alayim qarash kerakda. Balkim Turkiyada bundan tezroq ishlash mumkin, boshqa yerda asosroq ishlash mumkin. Biroq taxminan ashta necha oy saqlash kerak vizaga. Demek ki şu en tez bo'lganda 1,5 oy bo'ldi deb faraz qilib ishonch bilan tursa hamon bir kun onun javobi mayli baldir bo'lsin keyin bo'lsin chiqadi ekan demak qarindoshlarimizga buni aytdimi yaxshi bir
uçur bo'ldi. Ko'p rahmat qimmatli vaqtinglarni chiqarib bu programmaga qatnashib yoshlarimiz uchun, qarindoshlarimiz uchun foydali bir uçurlarni bizga ta'min etganinglarga aferin deyman qarindoshlarim. Yana mening shaxsan o'zimning bir savoli kelyotdi. Endi masalan sizlar o'zinglar boshdan kechirdinglar Turkiyadan bo'lsin, boshqa davlatlardan Germaniyaga shunaqa bir o'qishga, xizmatga iltimos qiladigan qarindoshlarimiz bor bo'lsa, sizlar bilan aktiv aloqalashib qilsa sizlar yordam qila olamsizlar. Rahmat. Buldu hem de bizdeki numaramızın baş imarını evde koysam buldu grupka. Şimdi bana vize kıp etse biz onu kılamayız, onu özü kılış gerek. Onu biz muş yollarını közüp verereyimiz, kalmışlarını özü kılış gerek. Bırak onda mesele yok. Çünkü bizim işimiz bir şey köp Allah'a yaram kıladımız. Köp rahmet. Aren'in uzun buldu kampanyası var. Ausbildung Tipper'dan onun da mesele yok hem de. Bunu kılamayız. Demek sizler bilen bevosita aloqalashib o'qish uchun masalan kollejlarni yoki shunaqa kasbiy texnikumlarni, texnik kollejlari yoki boshqa taraflardan sizlar uchurlarni yetkazib aloqa ishlarini ravonlashtirib qilishga yordam qila olasizlar. Ko'p rahmat. Bu bek muhim bo'ldi. Men qisqacha qo'shib qo'ysam, men bu degandek bayatımı deb öttüm. Burun Türkiye'deki Germaniya kelishdan burunqi beşimni o'tganlarni yazdım. Qisqacha bir yazma qilib. İnşallah yanıma Germaniyaga kelib diplomamni qo'limga olmoqchi bo'lgan artıq iki narsalarini yozaman. Va mening hozircha bildiğim 2 kurs bor. Endi bunday kurslardan jiq bor ekan. İnşallah qarindoshlarimiz agar ya Turkiyadagi bo'lsin yoki boshqa yerdagi qarindoshlarimiz bo'lsin, agar qiladigan ish bo'lib qolsa, tordan azroq bir izlanib boqsin va udul kelgan işte kurslarga, e'lonlarga ishinib, aldinib tizimlatib pulini hesapda qo'yimchilarga uchrab qolmagan. Endi diqqat qilsin. Men inshaalloh o'zimning bilgilarimni e-mail adreslerimni qo'yib qo'yman. Agar menga ishga sesraga munosabatli, ishlashga munosabatli, mesela doktorxonalar yoki bo'lmasa kurslarga munosabatli bir narsa so'raydiganlar bo'lsa, desa bo'ldi. Ve hozir meni unutib qoldim ras. Bizning meni kelgan kurs faqat nimalarimiz doktor sestra emas, yana o'qituvchi ve kompüter injenerligi ishlarni qilamiz. Kompüter injenerligini yaqinda yo'l qo'ymoqchi ekan, hozir o'qituvchi bilan bu doktor sestralarni nima qilyotdi? Türkiye'den ekilish azazdan ekilishga başladı hesap o'qituvchilarni. Asosliq sestra doktor o'qituvchilarni başladı hozir. Mush jihatga qarindoshimizning o'zi nima agar yordam lozim bo'lsa, har jihatdan yordam qilishga tayyor. Bu pek esli, yaxshi uçurken. Köp rahmet qarindoshim. Demek ki doktor sestralık ve o'qituvchilik sohasidagi ve başka yana injenerlik o'qigan balkim shunaqa ish izlaydigan qarindoshlarimiz yoki davomli o'qishni xohlaydigan qarindoshlarimiz sizlar bilan aloqalashsa, sizlar uchur ve başka taraflardagi yordamlarni qila oladigansizlar. Bunga naytimi çoğun yaşlarımızga, çoğunlarga rağbet buldu deb o'ylayman. Ko'p rahmat qarindoshlarım. Shu suhbat jarayonida yana bir nuqta mening diqqatimni alayda chekdi. Men bir so'rasam, menmu va boshqa qarindoshlarimizni bilvasa, bir qarindoshimiz hozir dedi, yozda 3 ay yoki uningdan jiqroqmi shu bir şirketlarninki ta'minlagan xizmatlar bor, yozli xizmatlar deymiz-ku, masalan, shu Shvetsiyada bor, summer job. Buning uchun emgak kuchlilarini boshqa davlatlardan shunday kontrakt tuzab ekiladi. 6 ay uzun bo'lsa 1 yil, undan keyin ahvol qarab ular qaytaman desa qaytirdi, qolib qolaman desa yana davomli shunday bir masqadamdagi xizmat va boshqa ishlarga aloqa ushur hukumat taraf ta'minlaydi ekan. Sizlarda qanday bo'ladi? Shu masalan 3 oylik yozliq yoki 6 oylik yozliq xizmat izlab kelib shu xizmat banisida turib qoldigan yoki ma'lum o'qishlarni aloqalashib kirib ketib davomli o'qiy oladigan imkoniyatlar bormi?
Onu men özüm okumayken tunuş balla ba Kırgızstan keyken. Az yeni bir kontrakt var 8 aylık 9 aylık işleydigan. Onu aren düşündürüp bersen bizge ошо Ferin жок менен Германия келип калса болобу же кайра кетиш керекпи Кыргызстанга? Анан кийин сенин бир тууганың кандай келген 8 айга Германия иштеп кайткан. Ошону bir кыска түшүндүрүп берсең. Ferin Job деген бул программа ошол эгер студент болсо, ошол университетте окуса, акыркы курс эмес болсо, мисалы үчүн 1-курс, 2-курс, 3-курс, 4-курс болсо, Германияга келип 3 ай жайында иштеп кетсе болот да, ошол жайкы каникул деп коет, ошол 3 айда келип Макдональдста, клубника деп коет, ошондой Бургер Кинг, ошол жактарда келип иштеп жакшы акча тауып кетсе, жакшы пул тауып кетсе болот. Бул ошол ан үчүн студент болуш керек.